2026 yilgi Lexus 570 bu hashamat, kuch va zamonaviy texnologiyalarni mukammal uyg'unlashtirgan premium toifadagi to'liq o'lchamli SUV hisoblanadi. Lexus bu model orqali nafaqat yo'ldagi qulaylikni, balki haqiqiy off-road salohiyatini ham saqlab qolgan holda, zamonaviy haydovchilarning barcha talablariga javob berishni maqsad qilgan. Yangi 2026 Lexus 570 tashqi ko'rinishidan boshlab ichki makonigacha, dvigatel imkoniyatlaridan tortib xavfsizlik tizimlarigacha tubdan takomillashtirilgan va yanada nufuzli ko'rinishga ega bo'lgan. Avtomobilning tashqi dizayni bir qarashdayoq kuch va ishonchlilikni his qildiradi. Old qismida Lexusga xos bo'lgan katta o'lchamli radiator panjarasi yanada agressiv va nafis shaklga ega bo'lib, xrom va qora rang kombinatsiyasi bilan bezatilgan. LED texnologiyasiga asoslangan yangi avlod farlar nafaqat yorug'lik sifatini oshiradi, balki avtomobilga zamonaviy va qimmatbaho ko'rinish beradi. Kunduzgi LED chiroqlar ingichka va keskin chiziqlarda ishlangan bo'lib, 570 ning yo'lda darhol tanilib turishini ta'minlaydi. Yon tomondan qaralganda, avtomobilning balandligi va kengligi uning haqiqiy SUV ekanini yaqqol namoyon etadi. Katta diametrli yengil qotishmali disklar, keng shinalar va aniq chiziqlar bilan ishlangan kuzov shakli yo'ldan tashqarida ham o'ziga ishonch baxsh etadi. Orqa qismida esa LED stop chiroqlar va keng bagaj eshigi joylashgan bo'lib, umumiy dizaynni mukammal yakunlaydi. 2026 Lexus 570 ning ichki makoni hashamat va qulaylikning eng yuqori cho'qqisini ifodalaydi. Salon to'liq premium materiallardan foydalanilgan holda yaratilgan. Yuqori sifatli charm o'rindiqlar, tabiiy yog'och va metall bezaklar avtomobil ichida o'zingizni haqiqiy lyuks muhitda his qilishingizni ta'minlaydi. Old o'rindiqlar elektr sozlanish, isitish, sovutish va massaj funksiyalariga ega bo'lib, uzoq safarlarda ham charchamasdan harakatlanish imkonini beradi. Ikkinchi va uchinchi qator o'rindiqlari ham keng va qulay bo'lib, katta oila. 2026 Lexus 570 ning yuragi, bu kuchli va ishonchli dvigatel. Ushbu model an'anaviy ravishda kuchli V8 dvigateli bilan tanilgan va yangi avlodda ham bu an'ana saqlab qolingan. Dvigatel yuqori quvvat va moment ishlab chiqarib, og'ir kuzovni ham osonlik bilan harakatga keltiradi. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq va tezkor ishlashi bilan ajralib turadi. Bu esa shahar ichida ham, magistralda ham qulay haydashni ta'minlaydi. To'liq uzatma tizimi va zamonaviy differensial blokirovkalari tufayli 570 og'ir yo'ldan tashqari sharoitlarda ham o'zini ishonchli tutadi. Tok yo'llari qum, loy yoki qor, bu avtomobil uchun muammo emas. Pnevmatik osma tizimi va adaptiv amortizatorlar avtomobil balandligini sharoitga qarab o'zgartirish imkonini beradi. Bu esa bir tomondan off-road imkoniyatlarini oshirsa, ikkinchi tomondan shahar yo'llarida maksimal qulaylikni ta'minlaydi. Lexus muhandislari osma tizimini shunday sozlaganki, avtomobil katta o'lchamiga qaramay, yo'lda juda barqaror va yumshoq harakatlanadi. Buralishlarda ham tananing qiyshayıshi minimal darajada bo'lib, haydovchi o'zini to'liq nazoratda his qiladi. Xavfsizlik masalasida 2026 Lexus 570 eng zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Avtomobilda ko'plab faol va passiv xavfsizlik tizimlari mavjud. Avtomatik favqulodda tormozlash, piyodalarni aniqlash tizimi, kor joylarni nazorat qilish, yo'l bo'ylab harakatni ushlab turish yordamchisi va adaptiv kruz nazorati haydovchiga katta yordam beradi. Ko'plab xavfsizlik yostiqchalari esa avariya holatida yo'lovchilarni maksimal darajada himoya qiladi. Atrofni 360 daraja ko'rsatib beruvchi kameralar tizimi tor joylarda to'xtash va manevr qilishni ancha osonlashtiradi. Yangi Lexus 570 nafaqat qulay va kuchli, balki texnologik jihatdan ham juda ilg'or avtomobil hisoblanadi. Aqlli kalit tizimi, masofadan ishga tushirish funksiyasi, iqlim nazoratining bir necha zonali tizimi, orqa yo'lovchilar uchun alohida ekranlar va boshqaruv elementlari, bularning barchasi avtomat hisoblanadi. Aqlli kalit tizimi, masofadan ishga tushirish funksiyasi, iqlim nazoratining bir necha zonali tizimi, orqa yo'lovchilar uchun alohida ekranlar va boshqaruv elementlari, bularning barchasi avtomobilni zamonaviy premium SUVlar orasida yetakchi o'ringa olib chiqadi. Bagaj hajmi katta bo'lib, o'rindiqlarni yegish orqali yanada ko'proq yuk joylashtirish mumkin. 2026 Lexus 570 uzoq safarlar uchun ham ideal tanlovdir. Salonning shovqinsizligi, dvigatelning sokin ishlashi va osma tizimining yumshoqligi uzoq masofalarda ham qulaylikni ta'minlaydi.
Yonilgi sarfi A sinfi uchun maqbul darajada bo'lib, katta va kuchli suv ekanini inobatga olsak, bu juda yaxshi natija hisoblanadi. Lexus brendining ishonchliligi va uzoq xizmat qilish qobiliyati esa ushbu avtomobilni uzoq yillar davomida muammosiz foydalanish mumkin bo'lgan transport vositasiga aylantiradi. Umuman olganda 2026 Lexus LX 570 bu hashamatni, qudratni va zamonaviy texnologiyalarni qadrlaydigan haydovchilar uchun yaratilgan mukammal avtomobil. U shahar ko'chalarida ham, og'ir off-road sharoitlarda ham o'zini birdek ishonchli tutadi. Keng va qulay salon, kuchli dvigatel, ilg'or xavfsizlik tizimlari va Lexusga xos yuqori sifat darajasi ushbu modelni premium SUV segmentida alohida o'ringa ega qiladi. Agar siz haqiqiy hashamat va kuchni bir avtomobilda ko'rishni istasangiz, 2026 Lexus LX 570 siz uchun ideal tanlov bo'la oladi.